Harbiy akademik litseylarni bitirib, siz agar harbiy oliygohga kira olmasangiz nima bo'ladi? Va siz bu yerda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Agar sizga ma'lumot qiziq bo'lsa, videoni ko'ring. Ushbu litseylarni bergan ligotasi oldin 3 yilga amal qilardi. Endilikda bu litseylarni bitirgandan so'ng sizga ligota 50 yilga beriladi. Faqat agar siz harbiy oliygohga kira olmasangiz, lekin davlat oliygohiga grantga kirsangiz, ushbu ligotani amal qilish muddati tugaydi. Ya'ni bir marta foydalanishingiz mumkin. Faqat grantga kirganda, agar kontrakt asosida o'qishga qabul qilinsangiz, siz ushbu ligotani yana qaytadan foydalanishingiz mumkin. Sizga beradigan tavsiyam ushbu ligotadan unumli foydalanish. Ya'ni agar siz birinchi yilda kira olmasangiz, harbiy davlat oliygohida o'qishga bermayman. Agar siz maqsadingiz harbiy bo'lish bo'lsa, chunki siz agar davlat oliygohini bitirib harbiy ishga kirsangiz, zvaniya oshishi ancha qiyin bo'ladi. Harbiy oliygohga kirsangiz bo'lsa, zvaniya oshishi ancha ham tezroq va maqsadingizga erishishni ham tezroq bo'ladi. Agar sizga ma'lumotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va harbiy litseyni bitirgan do'stingizga yuborib qo'ying.